Bu voqea bir necha yillar oldin sodir bo'lgandi. O'shanda qo'shnimizda juda eski uy bor edi. Doim orqa hovlimizda ukalarim bilan o'ynardik. O'ynab yurgan paytimiz qo'shnimizni gullarni sug'orayotganini ko'rardik. Yana ularda kichik hovuzi bor edi, o'rdaklari bilan. Ba'zan ularni ovqatlantirayotganini ko'rib qolardik. Bir kuni uning o'rdaklari yo'qolib qoldi. Ularni topishga yordam berdik, lekin bizlar ham topa olmagandik. Uyimizda yovvoyi hayvonlar ham boqilmasdi, yeb ketdi deb taxmin qiladigan mushugimiz bo'lardi, lekin mushuklar katta o'rdaklarni birdaniga yeya oladi deb o'ylamayman. Buvimning aytishi bo'yicha tungi 3da tomda qizil ko'ylak kiygan noma'lum bir qiz yurarkan, faqat bir soatlarcha ko'rinarkan. Avvaliga bularga ishonmadim, lekin qo'shnimizda g'alati hodisalar juda ko'p bo'layotgandi. Bir kuni ukam bilan o'ynayotganimda kimningdir baqirishini eshitdik. Nima bo'lyapti deb qo'shnimiz devordan qaradim. Ko'rgan narsamdan shokda edim. Hovuzning yonida odatda bir necha yog'ochlar turardi, lekin bu safar qonli suyaklar turgandi. Narigi tomonda esa dahshatdan qotib qolgan qo'shnim. Yaxshilab qarasam, suyaklarda qurtlar, har xil hasharotlar yurgandi. Hidiga esa chidab bo'lmaydi. Ko'nglim aynib ketdi. Ukam bularni ko'rolmasdi, chunki bo'yi kichkina, devorga yetmasdi. Nima bo'layotganini ko'rishni istadi, lekin men yo'l qo'ymadim. Menga o'xshab o'zini yomon his qilishni istamadim. O'sha tuni umuman uxlay olmadim. Boyagi suyaklar ko'rinishi va hidi yodimdan ketmasdi. Soatga qaraganda tungi 1 bo'lgandi. Birozdan soat 3 bo'libdi. Bizning hovlimizda metal ovozi eshitildi. Xonamdagi derazadan hovlimiz ko'rinardi. Yotog'imdan turdimda nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'ldim. Bitta qizil ko'ylakli qizni ko'rib qo'rqib ketdim. Sochlari qop-qora, tanasi esa xira ko'rinardi. Turgan joyimdan uning ko'zlarini ko'ra olmadim. Devorda qanday yuribdi deb o'yladim. Qarasam, oyoqlari ostida shoxlari borligi ko'rinib turardi. Qotib qolgandim, nima qilishni bilmasdim. Qichqirib yubordi va bizlarning hovliga sakradi. Bo'ynini burdi-da va to'g'ridan to'g'ri men turgan joyga qaradi. Yuziga qaraganimda uning ko'zlari yo'q edi. Shunchaki qop-qora bo'shliq. Darhol deraza tomonga keldi va derazani ura boshladi. O'sha payt orqaga yiqildim va baqirib yubordim. Lekin bu payt hech kim eshitmasligi aniq edi. Derazani urishda va tirnashda davom etdi. Men esa harakatlana olmasdim. O'shanda yuzini aniq ko'ra oldim. Ko'zlarida bo'shliq emas, qop-qora suyuqlik bilan to'lgandi. Hasharotlar ham ko'rinib turdi. Deraza oldida biroz vaqt turdi va ko'zdan g'oyib bo'ldi. Soatga qarasam 4 bo'lgan ekan. Shunda 1 soat qotib turganimni tushundim. Xuddi buvim aytgandek soat 4larda g'oyib bo'ldi. Qaltirayotgandim. O'rnimga borib uxlay desam qo'limdan kelmadi. O'sha tun esimdan chiqmasa kerak. Ayniqsa yuzini unuta olmayman.